Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Ko'ksaroy MFida eski nomi Hamzada bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimiz oldida mana shunaqa mana ko'rib turgan bo'lsangiz, ekin ekish maydon sug'orish uchun katta kanalda suv oqib turadi. Bu yerda chorvachilik bilan shug'ullanaman desangiz ham sharoitlar bor. Xonadonimizning eng qizig'i yer hisobida sotuvga qo'yilgan. Fasad qismi 20 ga 90. Gaz, svet, suv hammasi bor, ichimlik suvlari kelgan. Maktab, bog'cha muammo emas. Xonadonimiz mana kirganingizda hovli qismi. Agar kelisha olsangiz, mana shu tomonni ham xonadon egalari bilan bu yog'ini ham sotib olsangiz bo'ladi. Mana ekin ekish maydoni. Bu chegara qismi bitta xonadon bo'lgani uchun, bitta odamga qarashli bo'lgani uchun bu yerdan endi ajratilmagan, kimdir olaman deydigan bo'lsa, mana shu yerdan alohida o'z kadastr xat hujjatlari bor, shu yerdan bo'lib olsangiz bo'ladi. O'zi bo'lingan, zabor qilib olsangiz bo'ladi. Yashash xonalariga keladigan bo'lsak, 6 ta yashash xonasi yer hisobida deganim uchun ichiga kirib ko'rsatib o'tirmayman. Mana. Lokatsiya zo'r joyda joylashgan. Toshkent shahariga 51-52 kilometr, Food Cityga ham adashmasam shunaqa. Ichiga kirib yashaydigan holatda. O'zingizni qanaqadir planingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiroyli qilib turib chizib qursangiz bo'ladi. Mevali daraxtlari, hozir men orqa tomonidagi ekin ekish maydonini ko'rsataman. Mana. Kattagina. Teraklar ham mana shu xonadonga qarashli. Bu xonadonimiz asosiy Toshkent shahariga qatnaydigan, Toshkent Do'stobod, Oqqo'rg'on qatnaydigan asosiy yo'ldan 7-8 kilometr adashmasam ichkariga kiriladi. Kirganingizda mana shu joyda joylashgan. Hozirgi kunda bu xonadonimizga so'ralayotgan boshlang'ich narxi 29,000 AQSh dollari. Yana kelishadigan joyi bor. Har doim aytganimizdek, 1000 marta eshitgandan 1 marta kelib ko'rgan yaxshi. Kelasiz, shu yerda o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Mana bu yoqda olma daraxtlari ekib qo'yilgan. Xat hujjatlarini ko'rib, shu yerda savdosini qilasiz. Xudo xolasa baraka bo'lsa, mana shu xonadonning egasi bo'lasiz. 29,000 AQSh dollari. Zo'r joylar. Chorvachilik bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, juda zo'r joylar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.